Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari. Bugun sizlarga ko'rsatadigan mashinamiz Hyundai Solaris bo'ladi. Bu mashinamizga udar mana shunday holatda bo'lgan. Tak. Bu yerda hozir bamper, задний фонарь, yangi qo'yiladi, krilo va buti eshigi. Bu eshigi bo'g'ishni qo'yamiz, рабочий. Bu eshigiga ham ozgina o'tgan. Bu hali aniqmas, endi kraska qilamiz, qo'yamizmi. Hozircha bu ishlarni qilib turamiz. Hozir endi razbirat qilib bizga xalaqit beradigan joylarini buni yechib olamiz, keyin ishni boshlaymiz. Kesishdi, kriloni kesamiz. Eshikni boshqasini qo'yamiz, keyin shuna qilib ishni boshlaymiz endi. Мы тоже как китайцы. Уже готовы. Заранее. People under the age of 25 can hear this sound. Listen. Did you hear it? Only people under the age. Даже китайцы так не умеют. Я все сюда положу. Bunu boşu kullanmaz. Bunu şundan. Stapelga olib chiqdik buni. Hyundai mashinamiz. Shu ozgina tortadigan joyi bor edi. Shu yerdan tortdik. Bu eshikni qo'ydik. Bu ham рабочий eshik bo'g'ishni. Hozir endi уже sverlit qilib endi kesib olib tashlaymiz bu kriloni. Kriloni ham kesib oldik. Уже yangi krilo qo'yishga tayyor bo'ldi. Bu pastiga mana bunaqa holatda qo'ydik. Yangi kriloni qo'yamiz buni ustiga. Bizda keyin tekkizib olib svarka qilishga tayyor bo'ladi. Bu yerda yangi krilo ustiga tepasidan xuddi shunaqa. Kriloni o'rnatamiz hozir. Ko'rsatamiz keyin yana. Kriloni ham o'rnatib oldim. Mana zazori. Men aytgan joy mana. Mana shunaqa holatda bo'ldi hozir. Svarka qiladigan bo'lib. Ko'rib turganinglardek mana shu tekis. Endi bu videomizni ko'rib o'rganayotganlar bo'ladigan bo'lsa, ularga maslahatimiz mana shunaqa holatda bularni ostidan, tagidan shu temir qo'yib olsanglar, mana temir parchalarni kusogidan. Bu qo'yganinglarda bu yoqqa уже cho'kib ketmaydi. Mana shunaqa holatda ровный bo'ladi. Varit qilayotganinglarda ham уже valna bo'lmaydi. Juda ham yaxshi usul. Bilmaganlar uchun albatta biladigan ustalar endi ularga qiziq emas bunisi.
Men shaxsan o'zim ham ko'p boshqalar ishlarini ko'rib o'rganganman. Shu biz ham videolarimiz foydali bo'lishi uchun aytib o'tyapmiz bu narsalar. Tak, bu eshigimiz уже tayyorlab qo'yishdi, shpakilovka qilib, gruntовка qilib. Bu yoqda eshigida ozgina ishi bor. Buni ham tayyorlaymiz keyin. Bu ichki tomoni ham mana ko'rib turganingizdek tekis bo'lib chiqdi. Shunday hozir varid qilinadi полностью. Shu bilan tashit qilingandan keyin shpakilovka qilinadi yupqa. Shu bilan bo'ladi. Bo'ldi, endi hozir varid qilib chiqsak, keyin shpakilovka qilsa bo'laveradi. Svarkani qilib bo'lib ham bir ko'rsatamiz qay holatda bo'lishini. Svarka qilib tashit qilamiz. Undan keyin yana bir ko'rsatamiz. Svarka ishini ham tugatdik. Hozir keyin yig'ib ko'rdik ponni bamper fanallarni qo'yib, zazorlarini joy-joyiga keltirib, jestyanki ish qolmadi endi boshlamizda. Endi malyarka ishi boshlanadi. Bu yoqda svarka qilgan joyimiz. Bu tepasi. Shu joy ozgina shpakilovka bo'ladi. Pastida ozgina shpakilovka bo'ladi. Bo'ldi. Bu sherelarga endi topshiramiz buni. Hozir shpakilovka qilib tayyorlashadi. Men o'zim ulgusam krasa qilish jarayonini ham videoga olaman. Yoki ulgurmaydigan bo'lsa, shu tayyor bo'lgandan keyin yana bir video olamiz. Ko'rsatamiz tayyor bo'lgan holatini. Bunday Solarisimiz ham tayyor bo'ldi. Kraska sepib, yig'ib bo'ldik bo'lsa. Shu bamperi, krilo, bu orqa eshigi va oldi eshik. Kraska bo'ldi. Bu mashinamiz endi Rossiyadagi eng oxirgi mashinamiz. Inshaalloh endi O'zbekistondan turib videolar qo'yishga harakat qilamiz. Shu kunga davr poddeshi qilib keldinglar. Hammanglarga rahmat. Endi bundan buyog'iga ham poddeshi qilib tursanglar, inshaalloh O'zbekistonda yaxshi videolar qo'yishga harakat qilamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Hammanglarga xayr, salomat bo'linglar.